Amerika Deniz Armiyasidagi Xitoy jasus. Amerika taftish amaldorlari USS Essex nomli Amerika kemisida mexanik bo'lib ishlayotgan 25 yoshli Chin Chao Weining internetda tanishgan birga Amerika havo armiyasi kemilariga oid sezgir uchurlarni avatganligini bayon qildi. Amerika havo armiyasida xizmat qiladigan Chin Chao Wei chorshanba kuni Amerika sudida sotlandi. Sotda Chin Chao Weiga 7 jinoyat ortilgan bo'lib, bu jinoyatlarning 6si sababli qamoq jazosi berilishi talab qilindi. Amerika San Diego taftishi Adam Gordon mundaq dedi: Jinoyat gumondorining qilmishi shuki, u Amerika havo armiyasining bir a'zosi sifatida tashkilning ishonchiga erishdi. Arqadan o'ziga qilingan ishonchni qo'rqinchli ravishda suiiste'mol qildi. U Amerikaning askariy maxfiyatliklarini Xitoy Xalq Jumhuriyatiga pulga setish orqali faqat dengiz armiyamizning bexatarligini emas, balki davlatimizning va barcha ittifoqdoshlarimizning bexatarligini xatarga ittirdi. Təftişlər Weining tuncu növbət bir Xitoy hərbiy əməldarı bilan 2022-yilning boshlarida Xitoyga təvə bir ommaviy media torbeti orqali aloqa qurganligini tilga elishdi. Shu qitimliq tuncu suhbatda uning bilan tor orqali aloqa qurgan Xitoy hərbiy əməldari Weiga Amerikaning har qaysi urush kemilarining qaysi qirg'oqlarda ekanligini o'ziga deb bersa, uningga $500 pul berdiganligini aytgan. Təftişlərinin aytishicha, Wei Xitoy hərbiy əməldari bilan bo'lgan shu qitimliq suhbatidan keyin Amerika armiyasidagi bir xizmatdoshiga bu vaqtda so'z qilib, bu ochiqdan ochiq jasuslik degan. Təftişlərinin bayonicha shuningdan keyingi 18 oy ichida USS Essex kemisining rasm va videolaridan sirt Amerikaning suv usti urush paraxotlariga munosabatlik necha ming betlik texnikalik materiallarni avatish uchun Xitoy taraf Weiga necha ming dollar pul bergan. Weining advokati Wei'ni aqlab, Weining qarshi tarafni Xitoy akademik deb o'ylaganligini, uningga avatganlarning hech birining qonunsiz materiallar emasligini bayon qilgan. Weining qarshi tarafga avatib bergan uchurlarining muhimlik darajasi taftish mahkamasi va Amerika dengiz armiyasi tarafidan muhokama qilindi. Amerika yordamchi taftish amaldori Adam Barry Wei avatgan uchurlarning kiyimlarini nishonga ilish yoki vayron qilish uchun ishlatilganligini aytdi. Weining advokati Jones bo'lsa, Wei avatgan uchurlarning ko'pinchisining bir mashinaning ishlatish qo'llanmasida mavjud bo'lgan uchurlarga o'xshaydigan oddiy uchurlar ekanligini tilga oldi. Shundaqla, u avatgan materiallarning aslida tor yuzida ochiq-oshkor materiallar ekanligini aytdi. Adam Barry Jonesning aytganlariga e'tiroz bildirdi. Mayli Wei'ni qarlug'uchilar bo'lsin, mayli uni aqlug'uchilar bo'lsin, har ikkili taraf Wei'ning qilmishini keltirib chiqarganining biror siyosiy yoki ideologiyalik sabab ekanligiga doir dalil mavjud emasligida o'rtaq fikrga keldi. Wei'ning aqlug'uchisi Jones bu xil siyosiy moyilliklarning bo'lmasligi Wei'ning jasuslik qilish niyatining yo'qligini bildiradiganligini ilgari surdi. Adam Barry bo'lsa, Wei'ning buni qilishidagi harakatlantirish kuchining pul ekanligini ilgari surdi. Jones Wei'ning avatgan materiallarining hech biri uchun pul talab qilmaganligini bayon qildi. Taftish amaldori Wei'ning qilmishlaridan uning qonunsiz qilmish bilan shug'ullanganligini aniq ko'rib yetganligini ilgari surdi. Adam Barry Wei'ning Amerika dengiz armiyasi tarafidan chet el hukumatlarining jasus qo'lga keltirish uchun qanday usul qo'llanadiganligi to'g'riliq tarbiyalash olganligini, uning internetda qoldirgan izlar haqida ilib berilgan tekshirishlardan birida Wei'ning jasuslik qildi deb sudga tortilib, jazo berilgan boshqa Amerika dengiz armiya xodimlarining da'volarini tordan ko'rganligini ilgari surdi. Chin Chao Wei'ning qo'lga ilinishi yana bir jinoyat gumondorining qo'lga ilinishi bilan o'xshash vaqtga to'g'ri kelgan bo'lib, Kaliforniya shtatining Ventura noyasidagi bir dengiz armiya bazasining askariy xodimi Wenxin Zhao Amerika dengiz armiyasiga oid sezgir uchurlarni Xitoy harbiy amaldoriga avatib berish bilan ayblanib 27 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi.